Salom, men ushbu videoda sizlar bilan boy tarix, madaniyat, urf-odat va tilga ega bo'lgan yurt, ya'ni O'zbekiston haqida suhbatlashaman. O'zbekiston Markaziy Osiyoda joylashgan mustaqil davlat. U 1991-yil 1-sentabrda mustaqillikka erishgan. Hududi taxminan 448 ming kvadrat kilometr, aholisi esa 35 milliondan ortiq. O'zbekistonda 14 ta ma'muriy hududiy birlik mavjud, 12 ta viloyat, 1 ta respublika va Toshkent shahri. Davlat bayrog'i 3 rangdan iborat: moviy, oq va yashil ranglar, ular orasida qizil chiziqlar bor. Bayroqning yuqori qismida oy va 12 ta yulduz tasvirlangan. O'zbekiston bayrog'i 1991-yil 18-noyabr kuni qabul qilingan. Bugungi video mana shular haqida edi. Umid qilamanki, sizlarga yoqdi va qo'llab-quvvatlaysiz. Keyingi videolar qanday mavzularda bo'lishini xohlaysiz? Izohlarda fikrlaringizni kutaman.